Ilohim Sitoropa. Xotinlar qamazin deydi. Qizlarning orqasidan yuradi. To'xtang. Nima qizlarning orqasidan yuradi? Nima pul beradi? Pul berdimi birov? Qizlarga pul bergandan keyin nimaga qaytarib oladi deng? Yo'q, qarzga bergan ekan. Oyimga solib olishgan ekan. Umr bergandir, nimalardir bergandir. Borib o'zlari kelishsin. Mana iltimos aytib qo'ying o'shalarga deyishdi. Sitoropa, men sizni rosa Amerikadan kuzataman, opa, meni eshityapsizmi? Amerikadan sizni rosa kuzataman, opa. Assalomu alaykum dedim. Yaxshi ko'raman. Opa, mana Amerikadagi mana Sizlar hammalarga xayrli kech. Charchamayapsizlarmi musofirda? Chiqyapsizlar? Hech nima Men bosmadimi? Toshkentdanman, lekin Gostida turibman o'sha yerda. Yo, o'rtoqlar, men Qirg'izistonlikman, O'zbekistonlikman. Nima bo'lsa ham mushkullar oson bo'lsin. Biz Koreyada bitta guruhamiz hammamiz. Opa, men ham Koreyada yurganman 10 Nima yil. bo'lsa ham Amerikaga kelgandim desangiz, opa. Musofirda Sitoropa, men bitta narsani rosa so'rayman deymanda. Opa, to'xtab turingda, hozir 1 minut, opa, bitta savolim bera olay. Men Mobola bilan ko'rishganman-da, Dijel bilan. Ilohim, Men uni Dijel deganichi, opa. nima bo'lsa Opa, Nima deysiz? uni yozyapti-yu, Sitor advokatmas deganchi. Opa, hozir 1 minut to'xtab tursangiz, opa, men savolimni bera olaymi opaga? Men shuni ketdida hozir. mo yoz ekan. O'shani anaqa qilaylik. O'rtoqlar, to'xtanglar, kelishaylik. Men bitta savolim bera olay. Bittadan. Ha. Opa, sizlar uni qizni yuvayotganlarda o'sha ahvol bormidi, yo'qmidi? Joninglar omon bo'lsin, sog' bo'linglar. Men Opa, bitta, opa, sog' salomatmiz. 5 minut to'xtab turing, opa, savolimga javob olay. salomat. O'rtoqlar, politsiyaga borib yozasizlar, politsiyaga javob beramiz. Qo'limda 50 ta video turibdi. Qayeri, nimasini hammasi bor. Politsiyaga borib ko'rsatamiz. Yo'q, men sizlar tomondaman, men Avazbek tomondaman. Men kecha gaplashganimda o'zicha menga katta gapiruvdi aka. Men ham ayol kishiman, siz bilgan tilda koreys tilini xohlasangiz Koreyaga olib boraman. Koreyada firmam bor. Amerikada ham firma ochgan ekanman. Nima keragi bor sizga hozir bu narsalarni? U bola qamalsa siz nima maza qilasiz? Menga shunisini ayting desam. Urgan. Yo'q, mayli, urgan, o'ldirgan bo'lsa qamalsin-da. Hozir bu narsaga Avazbekni nimaga aralashtiryapti? Avazbek shunday ham aytdi. O'likni ko'rmadim dedi-ku. Shetdaman. Opa, siz